Hammaga salom. Men bu videoda har xil turdagi ilmiy ishlarni qanday qilib plagiat tekshiruvdan o'tkazish yoki sun'iy intellektdan tayyorlanganligini ko'rsatishlarini aniqlashni ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun maxsus sayt yaratilgan. ZeroGPT sayti. Bu asosan ingliz tilidagi matnlarni ko'proq yaxshiroq aniqlaydi. Bu yerda buni sayt imkoniyatlarini ko'rsatilgan. Ya'ni grammatik jihatdan tekshiradi va boshqa har xil parametrlari bo'yicha tekshiradi va ko'plab funksiyalari bor. Qo'shimcha funksiyalari matnni qisqartirish, ichidagi so'zlarni sanash, tarjima qilish, lug'atlar, keyin chatbot, iqtibos va keyin mana bu yerda hozir birinchi biz sanab ko'rishimiz uchun mana bu yerda ko'rsak bo'ladi. Har xil imkoniyatlarni biz ikkinchisiga o'tib sanab ko'ramiz, chunki bu yerda ham hozir ikkita funksiyani bittada ishlatsa bo'ladi. Hozir bu bilan ikkalasini bittasini o'zida ishlatsa bo'ladi. Bizga hozir inglizcha qandaydir matn kerak. Bir istalgan sun'iy intellektdan qandaydir savol berib ma'lumot olib olsak bo'ladi. Hozir sanab ko'rish maqsadida. Misol ingliz tilida hozir vaqtni tejash uchun maqola yoki qandaydir ilmiy ishni emas, ingliz tilidagi inshoni tekshirishdan foydalanamiz. Buning uchun biz so'rov yuboramiz insho yozib berishi bo'yicha. Essay yozib berishni so'raymiz. Endi siz boshqacha qilishingiz mumkin. Bu narsa o'qituvchilar uchun ham ko'proq yordam beradi. O'sha o'quvchilar qanday to'g'ridan-to'g'ri sun'iy intellektdan masalan insholarini to'g'ridan-to'g'ri sun'iy intellektdan foydalanib tekshirdimi yoki o'zi qildimi, shuni tekshirish imkoniyati bo'ladi. Mana biz sun'iy intellektdan hozir tayyor narsani oldik. Bunga tashlaymiz. Mana bu check for AI qismini bossak, qanchalik sun'iy intellektda tayyorlanganligini aniqlab beradi. Mana bu 100% aniqladi. Hozir bu o'zini gapni tuzilishi, umumiy gaplar jihatdan baribir sun'iy intellekt bilinib turadi-ku, o'zingiz ham hozirgi zamonda bilish mumkin. O'sha aniqlayapti 100% deb. Keyin buni agar bu tugmani bosadigan bo'lsak, bizning nisbatda sun'iy intellektda yozilgan matnni inson tiliga yaqin qilib beradi, lekin bunda ham kamchiliklar bor va 100% inson ololmaydi. Baribir sun'iy intellekt yozgani har qancha bilinib qolaveradi.
o'zimiz o'zgartirib, o'zimiz tahrirlab foydalanishimiz mumkin. Bu yerga keladigan bo'lsak, bu sun'iy intellektdan g'oya olish, boshqa narsa qilishdan foydalansak bo'ladi o'zi, har qanday sun'iy intellektlardan. Lekin uni to'g'ridan-to'g'ri ko'chirish, to'g'ridan-to'g'ri ko'rik-ko'rikdan foydalanish o'zimizni aqlimizni, tafakkurimizni dangasa qilib qo'yadi va bizdan yangiliklar chiqmay o'zimiz fikrlay olish qobiliyatimizni bora-bora yo'qotib qo'yamiz. Shuning uchun to'liq sun'iy intellektlarga tayanib qolmaslik kerak. Iloji boricha shu tekshirib qolish kerak. Keyin o'zimiz ham e'tibor berish kerak. O'sha sun'iy intellekt yozilganmi, yo'qmi? Bundan ba'zan shu vaqt tejash uchun ham foydalansangiz bo'ladi. Lekin doimiy foydalanishni tavsiya qilmayman. Shu oldin aytgandek, o'rganib qolib fikrlashga dangasa bo'lib qolamiz. Endi buni yana o'ziga tashlasak, yana o'zi yanada o'zgartirish yaratib beradi. Yana oldingiday o'zgarmadi. Shuning uchun har doim ham yaxshi o'zgarmaydi, lekin o'shani tekshirishda ko'proq samara beradi. Ya'ni sun'iy intellektdan foydalanganlikni tekshirishda ko'proq foyda beradi. Buni pullik versiyasi ham bor. Bunga nisbatan yaxshiroq ishlaydi va yaxshiroq javob beradi. Keyin mana bu matnni insoniylashtirish ham yuqoriroq sifatda bo'ladi. Saytda boshqa funksiyalarni ko'ramiz. Image director. Bu yerda nimagadir sayt yuklanmayapti. Bitta yangilab beramiz. Boshqa funksiyalarga o'tsak, mana plagiarizm, ya'ni bu ko'chirmachilik holatini tekshirish ko'rsak bo'ladi. Matnni olamiz. Boshda biz tayyorlagan matnni ham tekshirsak bo'ladi. Mana misol buni internetdan olinganligi jihatidan tekshiradi. Biz bunga kam so'z kiritishimiz kerak ekan. Limitdan oshib ketgan. Bu limitni oshirish uchun esa pul to'lashimizga to'g'ri keladi. Mana bu qisqaroq matnlarni qilsa bo'lar ekan. Agar sizda uzun matn bo'lsa, shunaqa kichik bo'laklarga bo'lib, alohida tekshirib chiqsangiz ham bo'ladi. Bosamiz. Baribir katta har qanday buni o'rniga boshqa sayt topgan taqdiringizda ham boshqa saytlar ham katta matnlar bilan ishlash uchun pullik bo'ladi ko'pincha. Tushunmadim nimagadir. Keling, yaxshisi bir matnni kiritib ko'ramiz. Sun'iy intellektdan tez sifatda foydalanish uchun yuklangan menimcha buni limitini oldinroq tugatib qo'yganmiz shekilli. Xullas, o'zingiz birinchi marta kirganingizda sizga limit yo'q bo'ladi albatta. Men bu yerda akkauntimni kiritib qo'yganman, ko'p foydalanib ko'rganman, lekin ishlatishga arziydi ancha.
keyin bu mana bu yerda summarizer bu matnni qanchalik kichraytirishni nazarda tutadi. Uzunligini qanchaga kichraytirish, qancha uzunligini saqlab qolish, ya'ni 60% saqlanib qolinsinmi, 30%mi? Bu matnni mazmunini saqlab qolib, lekin o'zini kichraytirib beradi. Bossak, mana juda kichkina bo'lib qoldi. Ya'ni buni 60% qo'yamiz. Mana biroz yaxshiroq. Siz uzun matnlarni shunaqa qilib, o'zingizga moslab kichraytirish uchun foydalansangiz bo'ladi. Bu bullet points tanlaganingizda sizni alohida ajratib beradi. Ya'ni xuddi bir alohida kontekst yoki bir alohida bir-biridan ajratilgan gap matnni bo'laklar sifatida ajratib beradi. Bu yerda ham pulli funksiya uchun ko'proq va yaxshiroq ishlaydi. Keyingi funksiya bu matnni o'zgartirib beradi. Hozir tarjima qiladigan bo'lsak, o'zim uncha tushunmadim bu gapiga. So'nggilik parafrazas, ya'ni matnni ya'ni bu uslubini o'zgartirib beradi. Bosamiz. Standart holatda mana o'zgaryapti. Hozir tarjimani o'chirib qo'yamiz. O'zgaryapti. Most transformative, most range, aynan qayerlar o'zgarganini ham ko'rsatib beradi. Paragraflarga ham ajratib matnni nima deydi, qaysidir ma'noda to'g'irlab beradi. Ya'ni qismlarga ajratib, qaysi joy qaysi yerga to'g'ri kelishi kerak, qaysi matn qanday ishlatganiga bog'liq. Xullas, paragraflarga ajratib berar ekanda matnni. Keyin u paragraflarga ajratish uchun ba'zi so'zlarni o'zgartirishga to'g'ri kelib qoladi va shu kerakli so'zlarni o'zgartirgan. Grammatikasini tekshirib beradi. Bu yerda grammatik xato yo'q deb o'ylayman. So'z sanash ham shu yerda ishlatdik. Hozir 1367 ta belgi, so'zlar 205 ta, bo'sh joylar 205 ta, gaplar 16 ta, lines bu adashmasam qatormi bu? 1 2 xatposhi bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Shunaqa. Bu yerda hozir grammatikani tekshirdi. Bu yerda xato topmagan. Lekin mana sun'iy intellekt aniqlangan deyapti. Bu yerda tarjima qilish. Buni ham sinab ko'ramiz. Bu yerdan tilni tanlaymiz. Bizda juda ko'p tillar bor. Mana o'zbek tili ham bor ekan. Tarjima qilamiz shu yerga.
Google'ga nisbatan, Google tarjima yoki Yandexnikiga nisbatan sifatliroq va yaxshiroq tarjima qilib bera oladi, chunki bu yerda sun'iy til qatnashgan. Undan tashqari o'zini yozgan matnni xatoliklarini tekshirib chiqadi. Ko'rib, bemalol foydalanishingiz mumkin shu funksiyalardan. Hozir menda ba'zi funksiyalarda yaxshi ishlamagani sababi menda ko'p ishlatilgani bois limit tugab qolgan. Bu vaqt o'tishi bilan yana paydo bo'ladi. Yana ishlatsangiz bo'ladi. Doimiy ko'p ishlatadigan bo'lsangiz, pullik versiyasidan ham foydalanishingiz mumkin. Xullas, video shunday iborat.